Endi ko'rib o'tadigan funksiyamiz ham matnlar bilan ishlashda ko'p kerak bo'ladi. U biz bergan katakdagi ortiqcha probellarni o'chirib beradi. Bu muammoga qachon duch kelamiz? Exceldan boshqa dastur bilan ishlashimizda qandaydir matnlar orasida ko'proq probellar qolib ketsa, probel degani bu aytaylik A ni yozdim, ketidan B ni yozsam bularning orasida probel yo'q. Mana bunday probel tugmasini bossam mana bunday bo'shliq qoladi. Mana shu orqali probellar. Mana shu funksiyani vazifasi esa bizga keraksiz bo'lgan ortiqcha probellarni o'chirib berish. Agar bunga qaraydigan bo'lsak, orasida juda ham ko'p bo'sh kataklar qolganini ko'rishimiz mumkin. Mana menejerdan keyin ham bor, produktdan ham keyin bor. Mana shu funksiya orqali osongina hal qilishimiz mumkin. Agar buni qo'lda qiladigan bo'lsangiz, kirasiz, ortiqcha probellarni hammasini bittalab o'chirib chiqish kerak. Bu esa noto'g'ri yechim hisoblanadi. Keling, funksiyani ishlatib ko'ramiz. Sj probelni tanlaymiz, matnni belgilaymiz, enterni bosamiz, tayyor. Bu ikkita so'zligini bilgan holatda ikkalasini o'rtasiga joy qoldiryapti. Ana endi buni qandaydir o'zgartirish kiritaman desangiz, funksiyaga ketib qoladi. Buni oson yo'li bor. Shunchaki mana shu ustunni kopirovat qilib, boshqa katakka mana buni значениyani bossak, bizda funksiya emas, tayyor natijani o'zi qoladi. Biz ko'rib chiqayotgan ko'pchilik funksiyalarni ham shunday qilsangiz bo'ladi. Hozir men amaliyot qismida ham ko'rsatib o'taman. Demak, bizga aytilyaptiki, ism, familiya va lavozimdagi ortiqcha probellarni olib tashlanglar degan topshiriq kelgan. Uni ham xuddi shunday qilamiz. Demak, sj probel tanlaymiz. Buni tanlagan holatda enterni bosamiz. Buni ketma-ketlikda joriy qilsak, mana shu qatorasiga oladi va funksiyani pastga hammasini belgilagan holatda pastga tortadigan bo'lsak, hammasini pastga tayyorlab chiqadi. Ana endi boyagi gap, agar mana bu Rahimov familiyasida qandaydir xato bor edi, to'g'rilayman desangiz, funksiya chiqib qoladi. Buni eng oson yo'li shunchaki mana shuni nusxa olasiz, kopirovat qilasiz boshqa joyga, turtki значение qilsangiz, faqatgina qiymatlarni o'zi qoladi. O'shandan keyin aytaylik, mana Rahimova yumshoq emas, qattiq degan o'zgartirishlarni kiritsangiz bo'ladi.